هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Vakıa tefsiri 27. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Vakıa suresi 27. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Saadetmenlerinin yani nami amali on taraftan berilgenlerinin ahvali nahayeti yaxşı buludu. Saadetmenler qandaq adamlar? Ular sidr daraxtlaridan sanjaq bolup ketken mavuz daraxtlaridan hamisha turadigan soyidan iqib turgan suvdan tugumaydigan va cheklanmaydigan mevalardan egiz, yumshoq to'shaklardan bahramand bo'ladi. Shubhisizki biz hörlarni yangidan yaratdik. Ularni pokiz, erlarga amroq tang tush qildik. Bu hörlar saodatmanlar uchundir. Bular bo'lsa ilgirkilarning ichidan bir jamoadir. Keyingilarning ichidan bir jamoadir. Saadetmenler ve ularga berildigan mukofotlar to'g'risida Alloh taolo yaxshi ishlarni eng oldida qiladigan, Alloh taologa yaqin bandalarning yaxshi oqibatini bayon qilgandan keyin uningga ulabla nomi amallari o'ng tarafdan berildigan yaxshi kishilarning ahvolini bayon qildi. Bu vaqtda Maymun ibn Mahron mundaq deydi: nomi amallari o'ng tarafdan berildiganlarning martabasi Alloh taologa yaqin bandalarning martabasidan bir daraja tuvan bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: saodatmanlarning yani nomi amali o'ng tarafdan berilganlarning ahvoli nihoyat yaxshi bo'ladi. Saodatmanlar qandaq odamlar? Yani nomi amallari o'ng tarafdan berildiganlar kimlar? Ularning ahvoli qandaq bo'ladi? Ularning oqibati-chi? Ondan Alloh taolo ularni bayon qilib bundaq deydi: ular sidr daraxtlaridan Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid, Abul Ahwas, Qusama ibn Zuhayr, Safar ibn Nusayr, Hasan, Qatada, Abdullah ibn Kathir, Suddi, Abu Harza ve başqalar sidr daraxtlarining tikin bo'lmaydi dedi. İbn Abbas, Ikrima ve Mujahid qatorliqlardan u mevaları sanjaq bo'lganlikdan shoxlari egilib turadigan sidr daraxtlaridir deganligi rivoyat qilingan. Qatadimi biz uni mevasi bak bo'lgan, hech tikini bo'lmagan sidr daraxtlaridir deb so'zlashatdiq dedi. Bu ayetning oshkor ma'nosi shuki, jannatning sidr daraxtlari hem tikensiz hem mevelikdir. Dünyanın sidr daraxtlarining tikini ko'p, mevasi azdir. Ahiretning sidr daraxtlari bo'lsa, dal buning aksichi bo'lib, uningda hargiz tiken yo'q. Mevasi g'o'li ko'tarilmagidek darajada ko'pdir. Utba ibn Abdusalama mundaq deydi: men Peygamber aleyhisselam bilen birga o'ltiratdim. Bir Arabi kelib: ey Alloh taoloning payg'ambari, jannatda Talha nomli daraxtning borligini aytganligingni angladim. Men u daraxtdan ko'p tikenlik bir daraxtning borligini bilmayman dedi. Peygamber aleyhisselam shek shubhisizki Alloh taolo u daraxtning har bir tikinining o'rniga tikinining uruqiga o'xshaydigan mevani almashtirib berdi.
u mevada bir-biriga o'xshamaydigan 70 xil rang bo'ladi dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Sanjaq bo'lib ketgan mavz daraxtlaridan Talha daraxti tikanlik daraxt oilasiga mansub bo'lib, u Hijoz zaminlarida tepiladi. Uning tikanlari nihoyat ko'pdir. Mujohid sanjaq bo'lib ketgan degan oyat haqida mundaq deydi. U mevasi bak bo'ladigan daraxtdir. Alloh taolo bu daraxtlarni Qurayshlarga aslatdi. Chunki ular Talha va Sidra daraxtlarining puroqlari va soyillaridan hayron qoladi. Ibn Abu Hatim Abu Saidning u daraxt mavz daraxtidir deganligini rivoyat qiladi. Ibn Abbas, Abu Hurayra, Hasan, Ikrima, Qusama, Ibn Zuhayr, Qatada va Abu Hazara qatorliqlarning u mavz daraxtidir deganligi rivoyat qilindi. Mujohidmi u mavz daraxtidir dedi. İbn Zeydmi u mavz daraxtidir. Yamanliklar mavz daraxtini Talha daraxti deb ataydi dedi. İbn Jarirmi bu qarashdan boshqani rivoyat qilmadi. Hamish turadigan soydan İmam Buxoriy Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki jannatda bir daraxt bor. Uloqqa mingan kishi uning soyasida 100 yil yursa-mu uning soyasini kesib o'tib bo'la olmaydi. Agar xohlasanglar hamish turadigan soydan degan oyatni o'qinglar. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki jannatda bir daraxt bo'lib, uloqqa mingan kishi uning soyasida 100 yil yurdi. Xohlasanglar hamish turadigan soydan degan oyatni o'qinglar. Bu hadisni Imom Muslim, Buxoriy va Abdurrazzaq qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Tugumaydigan va cheklanmaydigan mevalardan, ya'ni ular ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan va insonning diliga kechib boqmagan har turlik va rangarang mevalardan bahramand bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar berildi. Ya'ni jannat mevalarining shakli bir-biriga o'xshaydi, lekin ta'mi bir-biriga o'xshamaydi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning Sidratul Muntaha haqida so'zlaganda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu daraxtning yo'pirmoqlari filning quloqlaridek, mevalari hajarning ko'zlaridek bor. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni kun tutildi. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan namoz o'qidi. Ibn Abbas payg'ambar alayhisalomning bu namozni qandoq o'qiganligini tafsili bayon qilib berdi. Namozdan keyin sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz sening namozda turib bir narsa olgandek qilganligingni, ondan orqangga yonganligingni ko'rdik" deganda payg'ambar alayhisalom: "Shek shubhisizki men jannatni ko'rdim. Oningdan, ya'ni jannatdan bir sop meva olmoqchi bo'ldim. Agar uni olgan bo'lsam, uningdan albatta qiyomat bo'g'ichi yeytinglar" dedi. Subhanalloh, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Ahmad Utba ibn Abdu Salamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir A'robiy payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, uningdan Havz ko'li to'g'riliq so'radi va jannatni tilga oldi. Ondan jannatda mevalar bormi dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ha, jannatda Tuba deb atiladigan daraxt bor" dedi. O odam: "Bu daraxt zaminning qaysi daraxtiga o'xshaydi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Zaminning daraxtlaridan uningga o'xshaydigan daraxt yo'q" dedi.
Ondan Peygamber aleyhisselam Şam'a bardın mı? Dedi. O adam yo'q dedi Peygamber aleyhisselam. O Şam'daki Mevz deydigan darakqa o'xshaydi. O darak bir g'olloq o'sib ustidan shoxlaydi dedi. O adam bu daraxtning cho'ngliqi qanchalik dedi Peygamber aleyhisselam. Agar sening 4 yillik bo'lgan to'gang o daraxtning g'olini aylanishga boshlasa, uni aylanib bo'g'icha to'gi qirib, bo'yni sunib o'ladi dedi. O adam cennette üzüm bormi dedi Peygamber aleyhisselam. Ha dedi. O adam üzümning sepining cho'ngliqi qanchalik dedi Peygamber aleyhisselam. To'xtamay uchidigan chipar qog'i uchun bir oylik yo'ldir dedi. O adam cennetdeki bir tal danning cho'ngliqi qanchalik dedi Peygamber aleyhisselam. Atang o'chkinlaridan cho'ng bir teka bo'g'izlimadimi dedi. O adam ha bo'g'izladi dedi Peygamber aleyhisselam. Atang o tekining terisini tulumcha so'yib, terini ananga berib, bu terini bizga suv saqlaydigan tulum qiling demidimi dedi. O adam ha shundoq qildi dedi. O yana o bir tal dan meni va bola chaqalarimni to'yg'iza olamdi dedi. Peygamber aleyhisselam ha o bütün tuqqanlaringni to'yg'izidi dedi. Tugumaydigan va cheklanmaydigan meyvelerden, ya'ni qishmi yoz tugab qolmaydigan, balki uni mangu yigili bo'ladigan, cennet ahli qanchalik talab qilsa shunchalik tepiladigan, Alloh taolaning qudrati bilan ular yeyishdan hargiz cheklanmaydigan meyvelerdir. Qatada mundaq deydi. Cennet ahlining u meyveni elishiga shox, tikan va qo'ldan yiroq bo'lish qatorliq narsalar to'salg'i bo'lmaydi. Bu haqda yuqorida agar bir odam jannatning mevasini olsa, uning o'rniga yana bir meva kelib to'liqlanib turdi degan hadis bayon qilindi. Igiz yumshoq to'shaklardan bahramand bo'ladi. Ya'ni u igiz, yumshoq va tanga rohat bag'ishlaydigan to'shaklardir. Alloh taolo mundaq deydi. Shubhisizki biz hurlarni yangidan yaratdik. Ularni pokiz, erlarga amroq tang tush qildik. Bu hurlar saodatmanlar uchundir. Ya'ni ayollar qirib ko'zlarini chapoq bosgan mo'mayga aylangandan keyin biz ularni yangidan yaratamiz. Ular cho'kan bo'lgandan keyin qizlik holatiga qaytadi. Nazokati, chiroylikligi va go'zalligi bilan erlarga amroq qizlarga aylandi. İmam Abu Davud Tayalisi Anasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom mu'minga jannatda ko'p ayollar bilan jinsiy munosabatda bo'la oladigan kuch-quvvat berildi dedi. Men ey Allohning payg'ambari, u shuningga taqat qila olamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga 100 odamning kuch-quvvati berildi dedi. Bu hadisni İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Abu Qasim Tabarani Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, jannatda ayollarimizga yetishalamdiq dedi. Payg'ambar alayhissalom shak shubhisizki bir odam bir kunda albatta 100 qizga hamroh bo'la oladi dedi. Erleriga amroq degan oyat haqida Said ibn Jubayr ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular erlarini intayin yaxshi ko'rdi. Qisir to'gining erkak to'giga qandoq amroqlikqa qaramamsan? Zahhakmu ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular erlariga oshiq, erlari ularga oshiqdir. Abdullah ibn Sarjis, Mujahid, Ikrima, Abu Aliya, Yahya ibn Abu Kathir, Atiya, Hasan, Qatada, Zahhak ve başkalarımız şundaq dedi.
Tengtush degan oyatda haqida Zahhak ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularning hammasi o'xshash 33 yoshda bo'ladi. Bu hurlar saodatmanlar uchundir. Ya'ni ular saodatmanlar uchun yaratildi yoki ular uchun hozirlab qo'yildi va yoki ular uchun jup qilib berildi. İbn Jarirmu o oyatni biz hurlarni saodatmanlar uchun yaratdik deb tafsir qildi. Men, ya'ni Ibn Kathir bu oyatning ma'nosi haqida bu hurlarni saodatmanlar bilan o'xshash yoshda qilib yaratdik deganlik bo'lishi ehtimolga yaqindir deb qarayman. Bu haqda İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tunji bo'lib jannatga kirdiganlarning chiroylari 14 kunlik to'lin oyga o'xshaydi. Uningdan keyin kirdiganlarning chiroylari osmondagi eng nurliq yulduzlarga o'xshaydi. Ular jannatda cho'ng kichik tarat qilmaydi, tükürmaydi, mishqirmaydi. Ularning tag'oqlari oltindir, tarlari ipordir. Isiriq donlariga selingan narsalardan esil puroqlar chiqadi. Ayollari shahlo ko'zlik hurlardir. Adab axloqlari bir odamning adab axloqidek. Surati otisi Odam alayhisalomning surati bo'lib, egizligi 60 gaz bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bular bo'lsa ilgirkilarning ichidan bir jamoadir, keyingilarning ichidan bir jamoadir. İbn Abu Hatem Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kechisi biz Payg'ambar alayhisalomning qishida taat ibodat bilan uxlamay tong atqizdik. Tong atganda u mundaq dedi: "Mana payg'ambarlar va ularning ummatlaridan ularga ergashganlar to'g'rilandi. Oldimdan payg'ambarlar bir-birlab o'tdi. Ba'zi payg'ambar jamoat ichida, ba'zi payg'ambar 3 odam ichida va ba'zi payg'ambar bir muaygashkisi yo'q holda o'tdi." Qatada bu hadisni rivoyat qilib, mushiga kelganda bu oyatni tilovat qildi. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallasi joyida odam yo'qmi? Sura Hud 78-oyatning bir qismi. Musa ibn Imron İsrail avlodining qistan bir jamoati ichida mening oldimdan o'tdi. Men: "Ey Rabbim, bu kim?" dedim. Rabbim: "Bu qarindishing Musa ibn Imron va uningga ergashgan İsrail avlodidir" dedi. Men: "Ey Rabbim, mening ummatim qayerda?" dedim. Rabbim: "O'ng tarafingdagi to'pilikka qarag'in" dedi. U tarafga qarasam, nurg'un odamlar turibdi. Rabbim: "Rozi bo'ldingmi?" dedi. Men: "Haqiqatan rozi bo'ldim, Rabbim" dedim. U: "Sol tarafingdagi ufqqa qarag'in" dedi. U tarafga qarasam, nurg'un odamlar turibdi. U: "Rozi bo'ldingmi?" dedi. Men: "Haqiqatan rozi bo'ldim, ey Rabbim" dedim. Shek shubhisizki, ulardan 70 ming odam hisobga tortilmasdan jannatga kirdi. Banu Asad qabilasidan Ukasha ibn Mihsan degan odam: "Ey Allohning payg'ambari, Allohga meni shulardan qilishini tilab duo qilsang" dedi. U Badr urushi qatnashganlardan edi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Alloh, uni shulardan qilgin" deb duo qildi. Yana bir odam: "Ey Allohning payg'ambari, meni shulardan qilishini tilab Allohga duo qilsang" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Ukasha sendan chaqqan kelib qoldi" dedi. Ondan Payg'ambar alayhisalom: "Ota-onam sizlarga pido bo'lsinki, agar ana shu 70 ming kishilardan bo'lishga qodir bo'la olsanglar, shundaq bo'lishga tirishinglar. Unda qila olmasanglar,
töpüliklardagi odamlardan bo'lishga tirishinglar. Unimi qilolmasanglar, ufq tarafdagi odamlardan bo'lishga tirishinglar. Men haqiqatan ufq atrofida to'plangan nurg'un odamlarni ko'rdim. Men sizlarning jannat ahlining 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz hayajonlanib takbir etdik. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Men sizlarning jannat ahlining 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman" dedi. Biz yana takbir etdik. Payg'ambar alayhisalom: "Men sizlarning jannat ahlining yerimi bo'lishinglarni umid qilaman" dedi. Biz yana takbir etdik. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Bular bo'lsa, ilgirkilarning ichidan bir jamoadir, keyingilarning ichidan bir jamoadir" degan oyatni tilovat qildi. Biz o'zaro "Shu 70 ming odam kimlardir ha?" deyishdik. Ondan biz yana "Ular cho'qim islomda tug'ilgan, Alloh taologa hech narsani shirik keltirmagan mu'minlar bo'lishi mumkin" deyishdik. Bu so'zimiz payg'ambar alayhisalomga yetibdi. Shuning bilan u balki ular badanlarini dog'lamagan, sufko'sh qilmagan, pal soldirmagan, barliq ishlarida Rabbiga tavakkul qiladigan mu'minlardir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy va Ahmad qatorliqlar o'xshamagan rivoyat qilguvchilardan rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alhamdulillah. Yuqorida sura Voqea tafsiridan 40-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.